Mana agar Oltiariqlik qaysidir joyga boradigan bo'lsangiz, ertalab o'quvchilarga aytyapman, siz qayerliksiz desa marhamatliman desa marhamat qaytdaydi deydi. Siz qayerliksiz desa Bulung'urlikman desa Bulung'ur qaytdaydi deydi. Urgutlikman desa Urgut qaysi viloyatdaydi deydi. Oltiariqlikman desangiz Oltiariqlikman desangiz-chi hamma bilan Oltiariqda. Qanaqa xalqmiz? To'g'rimi aytib qo'yaysiz? Buni endi fursat yetdimi men nazarimda? Nima qilib bermayapti davlatimiz? Farg'ona viloyati 3-o'rinda turibdi. Farg'ona viloyati yangi uylar qurishi bo'yicha. Agar magistraturada o'qiyman deyotgan bo'lsa, unga bepul o'qish, kontraktsiz o'qishlarni nima qilib berish kerak ishlar. Vositachilik qilib olib bersak, vositachilik qilib unga yordam beradigan bo'lsak, ertaga biz ham unga sherik bo'lib qolamiz. Kundagi yig'ilishimiz bu ham bitta vijdon yig'ilishi bo'lsa, insof yig'ilishi bo'lsa, diyonat yig'ilishi bo'lsa, birovni haqiqat bilib qo'yib hech qachon hech kimga tutmaydi. Eskilarimizda bekorlarga qolgan ba'zi pullar oshga suvda qoldi qattiq turgan bekorlar. Ular eslaringizda bo'lsa, muhtaram prezidentimiz Islom Hojini bog'iga kelganda bunday o'tirib turishi nima deyishdi? Eslanglarchi? Voy deyishdi. Juda kamdan aytiladi bu so'zlar. 2021-yildan beri Adliya bo'limida yuridik xizmat ko'rsatish markazi tashkil etilgan xabarlar bor. Aksariyat davlat tashkilotlari, maktablar, bog'chalar ham qo'shilgan. E-huquqshunos elektron tizimida birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Har bitta chiqarayotgan rahbarlik buyrug'i, har bitta tuzilayotgan shartnomasi yuridik ekspertizadan o'tkazamiz va huquqiy xulosa beramiz. To'g'rimi? Hammalarning hamkorlikda ishlayapmiz. Endi shu faoliyatimiz davomida bizda ham shunaqangi bir ko'plab holatlar bo'ladiki, ko'ngilga og'ritadigan yoki bo'lmasa kimnidir korrupsion xatti-harakatini sezamiz, bilamiz. Shunaqangi bir xabarlar, shunaqangi bir nimalar keladi. Endi buni biz ochiq oydin falonchi jinoyat sodir etdi, bu jinoyatchi yoki bo'lmasa bu aybdor ishga haqqimiz yo'q. Chunki Konstitutsiyada ham yozib qo'ygan, bu sud qarori bilangina kimnidir o'sha qaysidir jinoyat bo'yicha aybdor deyishimiz mumkin qolmas. Lekin bizga quloq-ma'qul va og'ilma-oshuna gaplar kelib qoladi, ba'zi paytda ko'nglimiz ranjiydi. Bizda shu elektron tizimda E-huquqshunosda yaratilishi, bizda markazimizda tashkillanishdan maqsad ham o'zi shu. Korrupsiyaga qarshi kurash. Chunki oldinlari bilanlar rahbariyat, endi rahbarlarning rahbar sifatida rahbar nima qiladi deyishimiz ham baribir noto'g'ridir. Chiqarilayotgan o'sha ichki idoraviy hujjatlari vaqtida muddatda chiqarilmagan holatlari, muddatda chiqarilmagandan keyin albatta uni asosida qanaqadir bir korrupsiyaga oid buzarliklar paydo bo'lishi, mavjud bo'lishi haqida ko'plab ma'lumotlar bo'lganda, shuning uchun shunaqangi narsalarni oldini olish maqsadida shu E-huquqshunos elektron tizimi tashkil etildi va shu davlat tashkilotlari hammasi shu bitta tizimda ichki idoraviy hujjatlarini elektron tizimga yuborilyapti, xulosa berilyapti va shunga asosan o'sha qonuniyligi bo'yicha o'zimizning xulosamizni berib kelyapmiz. Endi shu faoliyatimiz davomida huquqiy tushuntirishlarni har bitta tashkilot o'ziga borib tushuntiryapmiz. Adliya bo'limi ham tushuntiryapti, yuridik xizmat ko'rsatish markazi xodimlari ham tushuntiryapti. Bizda har seshanba kuni ular adliya boshqarmasining topshirig'iga asosan targ'ibot kunimiz. Targ'ibot kunimizda albatta boramiz, hamma direktorlar, direktor o'rinbosarlar turibdi. Asl olganda maktabgacha maktab ta'lim bo'limi mudiriga o'zimizda e'tirozimizni aytamiz. Asl olganda direktorlar qatnashishi kerak. Maktab direktorlari to'liq qatnashishi kerak. Endi to'g'ri, bog'chaning direktorlari hozir endi o'sha qayta tayyorlovni qanaqadir bir ishga ketishdi-yu, lekin maktab direktorlari to'liq qatnashishi kerak. Chunki ko'plab holatlarda ta'lim sohasida qoidabuzarliklar ko'p uchrayapti. Qoidabuzarliklar endi bo'lishi mumkin, korrupsiyaga oid bo'lmasligi mumkin. Lekin oxir oqibat bo'ladigan masala ham shunga borib qolyapti-da. Shuning uchun biz tushuntirishni beramiz, u tushuntirishni o'sha mansabdor shaxsmi yoki bo'lmasa xodimmi kim bo'lishidan qat'iy nazar oson hisoblangan. Lekin biz to'xtayotganimiz yo'q. O'zimizning o'sha rejamiz asosida harakatlanyapmiz. O'sha tuman miqyosidagi bo'limlar, davlat tashkilotlari,
davlat organlari hammasi bilan hamkorlikda ishlarni olib boryapmiz. Bundan buyog'ida ham o'zimizni qo'limizdan kelgancha huquqiy yordamimizni beramiz. Qanaqangi shu sohadanmi yoki bo'lmasam o'sha mehnat munosabatlari sohasidanmi sizlarda savol tug'ilsa yoki bo'lmasam sizlarda qaytadan mehnat huquqlarining buzilish holatlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, albatta xabardor bo'laylik, xabarni beringlar. Shu soha bo'yicha ko'pchilikka yordam beryapmiz. Ha, bilasizlar, ko'pchilikka yordam beryapmiz. Ko'pchilikni ishga tiklash masalasida kerak bo'lsa, o'sha ba'zi bir chiqarilgan buyruqlarni bekor qildirib, o'rniga boshqa yangi buyruqlarni faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan holatlar bo'yicha o'zimizning xatti-harakatlarimizni qilyapmiz. Bundan buyog'ida ham xuddi shu yordamlarimizni qilamiz, xuddi shu xizmatimizni qilamiz. Bu bizning lavozim, vazifamiz. Buni albatta uddalaymiz, oxiriga yetkazamiz. Agar shu hozirgi aytilgan gaplar korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar bo'yicha yoki bo'lsam o'zlaringizning faoliyatlaringizga mehnat munosabatlari bo'yicha qandaydir bir tushunmovchiliklar, bir savollaring bo'lsa, bemalol savollaringizni berishlaring mumkin. Savollaringizga javob beramiz. Savollar bormi? Qonun ijrosini takomillashtirish bo'yicha hamma davlat xaridlarini raqamlashtirish ishlab chiqildi. Davlat xaridlarida eng antiqor tizimi ishlab chiqildi. Ya'ni davlat xaridlarida qarindosh urug'chilikni aniqlovchi dastur, ya'ni eng antiqor tizim ishlab chiqilib, bu nimaga tizimga moslashtirildi. Eng asosiy oxirgi vazifa bu bilasizlar 2030 strategiyasida alohida muhim vazifa sifatida belgilangan bu korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik filtri. Ya'ni xalqaro agentliklar ana shu jamoatchilik filtrini alohida bir mezon sifatida qabul qilishadi. Bu bo'yicha xabardor qilish xalqaro reytingida ham korrupsiya holatlari haqida xabar bergan shaxslarni himoya qilish va rag'batlantirishning huquqiy mexanizmlarini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha alohida ball berilishi ko'rsatib o'tilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash bilasizlar bu huquqni muhofaza qiluvchi organlarni ishi deb ko'pchilik qaraydi. Aslida bu jamoatchilikning, ya'ni jamiyatning vazifasi. Bu bo'yicha xalqaro reytingdagi o'rnimizni yaxshilash uchun bizga albatta hozir siyosiy irodaning izchilligi, qonun ustuvorligining amaldagi ifodasi, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosatsiz munosabatni shakllantirish zarur. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Buni endi fursat yetdimi men nazarimda? Nima qilib bermayapti davlatimiz? Qarangda, nima qilib bermayapti davlatimiz? Domlar deyishadi. Nima uchun 50% ga yaqin ajralishlar bo'lyapti deyishadi. Nima uchun 50%? Nima qilib berishim kerak bo'lsa qilib beryapman-ku. Uy joy bilan ta'minlab bergan deyishadi. 380 ming, 85 ming uy qurilibdi respublikamizda. Farg'ona viloyati 3-o'rinda turibdi. Farg'ona viloyati yangi uylar qurilishi bo'yicha uy joy qilib beryapman deyishyapti. Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlayapman deyishyapti. O'qiyman desa imtiyozlar beryapman. Agar magistraturada o'qiyman deydigan bo'lsa, unga bepul o'qish, kontraktsiz o'qishlarni qilib, yana nima qilib berishim kerak deyishyapti. Afsuski bugun bilmayman, nimani ta'siri bilmayman, 50% dan ortiq oilalarimizda ajralishlar bo'lyapti. Bular hammasi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bugun bizning millatimizga, bugun bizning davlatimizga qo'yilayotgan bir teskari tashviqotga o'xshab ketadi. Shuning uchun mana bugun qatnashib bergan bo'lsa, mudiralar borib aytinglar, yetkazinglar borib. Maktab direktorlari qatnashib bergan bo'lsa, borib yetkazib aytinglar. Bugun qaysi sohani vakillari qatnashib bergan bo'lsa, bir-birimizga aytib, bitta bo'limda jamoatchilik nazorati deyishyapti. Biz bugun uni nimasiga suv quyib, vositachilik qilib olib borib bersak, vositachilik qilib unga yordam beradigan bo'lsak, ertaga biz ham unga sherik bo'lib qolamiz. Shuning uchun mana keyingi paytda ko'ryapsizlar, harakatlantir deyishyapti. Birov olyapti bir narsani, ikkinchisi harakatlantiradi. Keyin olib borib berishi kerak bo'lgan odamlarga olib borib berdi. Shuning uchun demoqchimanki, azizlar, bugungi yig'ilishimiz mana shu kundagi yig'ilishimiz bu ham bitta vijdon yig'ilishi bo'lsin, insof yig'ilishi bo'lsin, diyonat yig'ilishi bo'lsin. Birovni haqiqat bilib qo'yingki, hech qachon hech kimga sud qilmaydi. Mana shu oddiy qora mehnat bilan mehnat qilib, halol mehnat qilgan odamni haqqi o'sha topgani yaxshi kuniga, bolalari yaxshi kuniga buyurar ekan. Eskilarimizda bekorlarga qolgan ba'zi bo'lgan. Oshdik oshga, suvdik suvga, qoldi qatib degan gap bekor emas. Ularni chuqurlashadigan bo'lsak juda ko'p
mazmun bor buning ichida. Shuning uchun bugun mana yo'llarimiz xudo xolasa mana bu ma'lumot uchun sizlarga aytaman. Ikkala yo'limiz ham, narigi Hamzani yo'li ham, bu yo'li ham mana asfaltlashtirishga rejaga kiritildi. Bugun kanalizatsiya tizimimiz rejaga kiritildi degancha hokimimiz telefon qilib aytishyapti. U rejaga kiritildi. Bugun misol uchun mana o'sha yana 70 gektar yerda nariga tepa tomondan, Burg'oloq tomonidan ikkita tik drenaj qurilib turib, u yerda suv chiqarib turib, tomchilab suv olish turib, odamlarga tarqatib beraylik deyishyapti. O'sha eng bir qiyin yashayotgan odamlarning bittasi o'sha Bo'riboliqda edi deb aytadi. Bo'riboliqda edi. Bormi Bo'riboliqlar ichimizda? Bugun mana o'tirishlar 336 ta nima teplitsa qilindi deyishyapti. Bugun mana uncha million, 200 million daromad qilyapti. Bu mehnat bilan. Men sizlarga bitta obrazli gap aytib beraman. Respublika televideniyasi keldi, menga shu suhbatda qatnashish nasib qilyapti. Keling bitta intervyu bering desam, pomidorni ajratyapti, saragini sarakka puchak. Nima? Yo'q, domlading boshqa odam gapirsa ishdan qolaman men deyishyapti. Qarayda qanaqa bugun halol mehnat bilan bugun qilayotgan dehqonchiliklarimiz o'sha bugun respublikada o'sha uzumlarimizni, dehqonchiliklarimizni, halol mehnatlarimizni ko'rib turib eslaringizda bo'lsa, muhtaram prezidentimiz Islom Hojini bog'iga kelganda bunday o'tirib turishi nima deyishdi? Eslanglarchi? Voy deyishdi. Juda kamdan kam aytiladi bu so'z deyishyapti. Mana agar Oltiariqlik qaysi bir joyga boradigan bo'lsangiz, ertalab o'quvchilarga aytyapman, siz qayerliksiz desa marhamatliman desa marhamat qaytdaydi deydi. Siz qayerliksiz desa bulung'urliman desa bulung'ur qaytdaydi deydi. Urgutliman desa Urgut qaysi viloyatdaydi deydi. Oltiariqlikman desa Oltiariqlikman desangiz-chi, hamma biladi Oltiariq qayerdaligini. Qanaqa xalqimiz, qanaqa mehnatkash xalqimiz bor, qanaqa bir halol xalqimiz bor. Bugun dunyodagi eng bir nufuzli oliygohlarda o'qiyapti bolalarimiz. Men sizga obrazli qilib aytib beraman. Bitta polvonlik o'quvchimiz, Zikrullo degan o'quvchimiz Angliyada o'qiyapti. Starista ekan u bola. Keyin imtihon qilib ko'rsa, onlayn imtihon qilib ko'rsa, eng yuqori ballni oldi. Hayratda qoldi o'qituvchi. Bo'lishi mumkin emas. Bitta o'zbek bolasi bunaqa qilib ololmaydi. Men seni shunday imtihon qilaman, qanchalik qilib imtihon qilaman va seni sharmandaga chiqaraman degan gapni aytyapti. Shunaqa mazmun shunaqa. Keyin deb xo'p bo'ladi deyapti. Imtihon qilib ko'ryapti. Undan yuqoriroq ball olyapti. Qaranglar, mana bitta o'zbek bolasini qilayotgan ishlar. Demoqchi bo'lgan narsam, azizlar, kelinglar, shu Oltiariqda shunaqa holat, korrupsiya holatlar umuman bo'lmasin Oltiariqda. O'sha respublikani eng yuqori, yaxshi darajaga chiqishiga Oltiariq ham o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammalarga. Mana savollar bo'lsa, bir nima bo'lsa, birgalashib turib javob beramiz. Mana shu sizga Oltiariq Iqtisodiyot maktabining direktori sifatida, Farg'ona viloyat kengashining deputati sifatida, Oltiariq tuman kengashining 2004-yildan buyon deputati sifatida, Farg'ona viloyat direktorlar kengashining rais sifatida va yaqinda mana ajratildi hokimiyat bilan, ijroiya qo'mita bilan qonun chiqaruvchi, qonun qabul qiluvchi organ ajratildi. Xalq deputatlari Oltiariq tuman kengashining rais sifatida mana sizlarga bemalol qanaqa masala bo'lsa, qanaqa vaziyat bo'lsa, Azamatjon mana kengashni kotibiyatida hammalarini bugungilarni a'zo qilinglar, kengashni nimasiga, o'sha kanaliga a'zo qilinglar va hammangiz bironta ham senzura yo'q, bironta ham bir bunday bo'lsa nima bo'lardi, qanaqa bo'lardi degan narsa yo'q azizlar. Chunki biz ham oddiy bir shahrodagi bolasimiz. Onamiz 3 yil birinchida o'qiganman deb obrazli qilib aytishardi. Mana shunaqa oddiy o'qituvchimiz, hech kim emasmiz. Bunday qilib qaraydigan bo'lsangiz. Lekin xalqning dardiga darmon bo'lmaydigan bo'lsak, bugungi bu vazifalar, bu lavozimlarni bizga qizig'i ham yo'q, keragi ham yo'q. Tushuntiradimi? Hammalarini bugungi nimaga a'zo qilinglar, shu o'zimiz kanalimizga a'zo qilinglar. Aytib beringlar, yozib olishsin va a'zo bo'ling. Nimakidirki, qayerdadirki korrupsiya holat bo'ladimi, shunaqa bir suiiste'mollik bo'ladimi, boshqa holat bo'ladimi, telefon qilib aytsalaringiz, uni biz bartaraf qilishdi. Mana adliya bo'limi ham mana yigit nimamiz, rahbarimiz bugun Abdurashidjon xursand bo'ldi. Hammangiz duo qilingki, omadini bersin. Farg'ona shahar adliyasiga rahbar bo'ldi. Adashmadimmi? Farg'ona shahar adliyasiga rahbar bo'ldi. Oltiariq bunaqa aziz joy. O'sha tayog'ini tutib qo'ysa, yo'qotib qo'ygan joy mana shu Oltiariq. Demak, o'sha o'lib o'sadigan joy Oltiariq.
Endi shunaqa joyda, shunaqa sharoitda, shunaqa imkoniyat bo'lganda ham korrupsiyaga yo'l qo'yib birov $200 puliga qaraydigan bo'lsak, unda ko'zimiz og'rib qoladi. Rahmat hammalaringga iltimos. Rahmat ustoz. Endi siz navbati tuman hokimi o'rinbosari Hilolixon Xo'jonova. Adashmasam bosh nima Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva kelishib korrupsiyaga qarshi oltarimizni tanlaganlari, oltarni korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha yo'l xaritalar ishlab chiqildi va bu bo'yicha ancha ishlar amalga oshirilgan. Men nima demoqchiman? Ustozlarning fikriga qo'shilgan holda biz Oltiariq tumanimiz hammasi o'ziga to'q ko'ziga to'q oilalar. Xudo xolasa biz o'sha maktab va maktabgacha ta'lim va boshqa hamma tashkilotlarimiz bu korrupsiyaga yo'l qo'ymaydi degan umiddaman. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.